Mashhur insonlarning iqtiboslari. Men muvaffaqiyatimni shunga bog'laymanki, hech qachon bahona qilmaganman. Florence Nightingale. Tasavvur bilimdan muhimroqdir. Albert Einstein. Orzu qilsangiz, unga erishishingiz mumkin. Walt Disney. Harakat barcha muvaffaqiyatning asosiy kalitidir. Pablo Picasso. Buyuk ishlar kuch bilan emas, sabr bilan amalga oshadi. Samuel Johnson. O'zgarishni istasangiz, o'zingizdan boshlang. Mahatma Gandhi. Muvaffaqiyat bu har kuni takrorlanadigan kichik harakatlar yig'indisidir. Robert Koller. Hech qachon taslim bo'lmang. Winston Churchill. Kelajak bugun nima qilayotganingizga bog'liq. Mahatma Gandhi. O'zingizga ishoning. Ralph Waldo Emerson.